Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Jumayeva Zohida Muhammadjonovna, boshlanish ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosati, ta'limga oid bola huquqlari to'g'risida qabul qilingan normativ hujjatlar mazmun mohiyati mavzusi haqida suhbatlashamiz. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosati. Ikkinchi rejamiz ta'limga oid hujjatlar. Uchinchi rejamiz bola huquqlari to'g'risida qabul qilingan hujjatlar. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda yosh avlodning sifatli bilim olishi, zamonaviy kasb-hunar egallashi va har tomonlama barkamol inson bo'lib voyaga yetishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu maqsadda ta'lim va bola huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar, farmonlar va qarorlar qabul qilingan. Ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosati ta'lim siyosatining asosiy maqsadi hisoblanadi. Davlat siyosatining bosh maqsadi zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega kadrlarni tayyorlash, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash, yoshlarning intellektual salohiyatlarini oshirish, ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish, har bir fuqaro uchun teng ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim qamrovi kengaymoqda. Zamonaviy maktablar qurilmoqda, raqamli ta'lim tizimi joriy qilinmoqda, xorijiy tillarni o'qitishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilar mavqei oshirilmoqda. Ta'lim tizimining asosiy tamoyillari O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonunga ko'ra ta'lim quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Ta'limning uzluksizligi, ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi, insonparvarlik va demokratiklik, davlat va jamiyat boshqaruvining uyg'unligi, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, dunyoviy ta'lim tizimi, inklyuziv ta'limni rivojlantirish. Ta'lim to'g'risidagi qonun bizga ma'lumki 2020-yil 23-sentyabrda yangi tahrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun ta'lim tizimining huquqiy asosini belgilaydi. Qonunning asosiy vazifalari: fuqarolarning bilim olish huquqlarini ta'minlash, ta'lim tizimini